Yangi bir qatimliq pishiriq darsimga kelganinglarni qarshi olaman. Bugungi yangilik pishiriqimiz bo'lsa oilada o'rik meg'iz tamlik qat-qat to'rt tayyorlash. Eng oxirgi bitib chiqqan olti musholatda bo'ldi. Tushdan keyingi beka vaqtlarda iste'mol qilsakmi yoki bo'lmasa shu bolalarning tug'ilgan kunida o'z qo'limiz bilan tayyor qilib bersak, munoyit o'xshagan huzurli bir taom bo'la oladi. Undaq bo'lsa tayyorlanish jarayoni 50 gram o'rik meg'iz yaproqchisini 60 gradusga tangshib duxovkamizni 15 minut turg'izib olamiz, do'stlar. Buna qilganda tarkibidagi namlik yo'qaydi, qurg'oq holati bo'ldi. 5 ta tuxumning iqi bilan seriqini ayirib oldik. Ikkinchi bosqich bu. 50 gram odat oila ishlatadigan ko'mir qo'naqmi 50 gram sut qo'ygandan keyin bularni qo'yib oldik. Cho'qim iqini ayirib olishni unutib qolmanglar. 60 gram tuvan tavaliq unni qo'ygandan keyin qo'ychidigan asbobimizda to'xtamay qo'ychimiz. Hakim shu qurg'oq unning uvoqlari qamg'anga qadar qilsak bo'ldi. Bu bo'lsa tuxumning iqiya, do'stlar. Iqining ustiga hozir temit qilimiz bo'lsa, bir qancha tamchi limon tamchisi yoki oqachuq suv bo'lsin bo'ldi. 50 gram oq uvoq shakarni 3 ga bo'lib azozdan qo'yib, shu dadanchida chilib olamiz. Bu jarayonni ben ko'p qatim takrorladim. Bu qaymoq deganimiz ikki xil bo'ldi, do'stlar. Mushkul chiqaradigan teshlik tamlik holatdagi qaymoqi, yana bir bulkasiga ishlatadigan qaymoqi. Bu bo'lsa bulkaga ishlatamiz. Ikkisini aralashtirdik mana. Bulkasini pishirishda ishlatadigan qaymoqni tuxumning iqida yasaymiz. Yana bir xil qaymoqni shu maxsus dannayo, ya'ni tayyor qaymoq bor do'konda shunday yasaymiz. Ikki xil bo'ldi. Ikkisini ayrim 3 ga bo'lib turib, tekshir aralashtirib bir-birisiga yaxshi kirishtirgandan keyin shu bu sig'imi cho'ng bo'lgan qachimizdan yoki dastoncha qo'yib tekshir aralashtirib bo'lgandan keyin moy qog'ozimizni quyib penzimizning ostiga bevosita to'kimiz, do'stlar. Mushtaq urish orqali yoki qayta urish orqali ichidagi havo tarkiblarini, anoniki tekshir bo'lmagan yerlarini tuzlatgandan keyin duxovkani oldin qizitilgan duxovkaning ichiga solamiz. 150 gradusga tangshab 35 minut pishirsak bo'ldi. Qizargan ko'pib chiqqan isil bo'lgan bulkamiz hosil bo'ldi, do'stlar. Bugungi bir xonim tayyorlabdi, nihoyat yaxshi, o'z ayni o'xshash rangidan tortib, shunday chiroyli chiqibdi. Birdan sovutgandan keyin salslamay qog'ozni, bu bo'lsa seriqmay, xonyo, ya'ni eritib olgandan keyin do'stlar 20 gram tanfiniyan, uvoq shakarni qo'yib, 1,5 gram tuzni qo'ygandan keyin bevosita dadanchi bilan chalamiz. Odatda sizlar xonyoni ekiplam salsanglar bunday erimaydi va 200 gram amda obaydigan dannayo, ya'ni qaymoq, tayyor qaymoqni qo'ydik. Dadanchi to'xtamay chalgandan keyin musholatga keldi, quyildi, siziqchilar hosil bo'ldi. Mana ko'rganinglardek mushtaq bo'lgandan keyin buni mo'ju, ya'ni qilpimizdan ichiga qo'yamiz. Qilib bo'lmasa o'zimiz yasab olsak bo'ldi. Odatda usul yog', changroq bo'lgan sil yog'larga quyib gul chiqarib, shaklini chiqarib olsak bo'ldi. Bulkamizni kesdik. Sovigandan keyin kessizlar. Qaranglar, shu qilpimiz o'zimiz yasab olgan qilib bilan ustiga qaymoqni qo'ydik. Yana bir qat bulkamizni qo'ydik. Yana qaymoqni qo'ydik, bulkamizni qo'ydik. Nayt asana 4 qat holatda bo'ldi. Yana bir qat tuxum shu dannayoni qo'ydik, ya'ni qaymoqni ustiga o'rik meg'izi yaproqchisini qo'ydik. Mana bitib chiqdi, Sizlarga o'xshagandek turamda undaq bo'lsa, oilasini sinab yiqinglar, dars tamom kelar, ko'rishaylik.